Sizlardan biz yana yordam so'rab chiqdik. Juda ham bir og'ir bemorimiz oldiga keldik. Mana Qirg'iziston O'sh shahri Cheremushkada ijarada o'tirishar ekan. Bu opam singlisi bo'ladi ekan, singlisi opa. Singlilari bo'ladi ekan. Jigaridan rak ekan. Srochno jigarini kestirish kerak bo'lyapti ekan. $10,000 pul kerak bo'lyapti. Bularda o'zi o'tirgani ham uyda ham yo'q ekan, ijarada o'tirishar ekan. Juda ham og'ir, 4-qavatda eski domlarda o'tiradigan ko'tarib chiqyapti. O'zi 62-yil ekan, payg'ambarimiz yoshda ekan, 63 yoshda ekan bu opamiz. Vazmi 40 ham yo'q deyapti. 39 kilo bo'lib ketgan, shu darajada ozib ketgan. Kelinglar azizlar, bir yordam qilaylik. Saxovat pesh aka-ukalarga shu video yetib borishi uchun qo'lingizdan kelmaydigan bo'lsa, ehson qilish, bitta like qizarchiq qilib bosib turib, unga bunga padilitsiya qilib ko'pchilikka WhatsApp guruhlarga tarqatib beraylik. Musofirdan kuzatib turadigan aka-ukalarim bor, Saxovat pesh ashlarga yetib borsin. Shularga $10,000 juda zudlik bilan zarur bo'layotgan hozir singillarni o'zlari eshitasizlar. Anchadan beri shunaqa qilib yotadi ekan. Oxiri yetkazib olmay qolganidan mana bizga chaqirdi, mana biz keldik, tashrif buyurdik. Inshaalloh hammamiz drujniy bo'lib shu opamga yordam beraylik. Azizlar, mana ro'za oylari kelyapti. Xudo xolasa ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Opa azizlarimga mana og'zingiz bilan aytib bering, azizlarim kelib, o'z ko'zlarim bilan kelib qo'li bilan beraman desa, siz shu yerda bo'lasiz ekan, har doim oldida. Shunga bizni juda ko'pchilik ko'rib turadi. Singiz qanaqa, nima bilan og'riyapti, shuni bir aytib bersangiz yaxshi bo'lardi. Hurmatli xalqim, o'zimiz ham bilmay qoldik. Jigar og'rimasdan kasal bo'lar ekan. Shu maktabda ishlab yurardi, qo'qqisdan shu 2-3 oydan beri, anchadan beri og'riyapti, o'tfak ekan desak, jigariga o'tib ketibdi. Bilmay qolibmiz. Qarindosh urug'larimiz Xudoga shukr ozgina yordam qilishyapti. Dori-darmonlariga zo'rda yetkazyapmiz. Agar uyim bo'lganda singlimni qutqazib olar edim. Jon xalqim, Qirg'iziston xalqim, yordam beringlar. Ilohim hammalarining tani jonlaring sog' bo'lsin. Shu singlimga yordam beringlar. Agar men ijarada turmaganimizda uyimni sotib o'zim tuzattirar edim. Ilojimiz yo'g'idan sizlarga murojaat qilyapman. Xalqim, yordam beringlar, iltimos sizlardan. Azizlarim, sizlardan iltimos, shu videoga befarq bo'lmanglar, unga bunga tarqatib beringlar. Hozir qizini M-bank nomerlarini yozib olinglar. M-bank nomerida musofirda solaman deydiganlarga M-bankka tushmaydi. Buni juda yaxshi bilasizlar. Единица qilib sola olasizlar. Keyin telefon qilib shu nomerga, M-bankdagi nomerga telefon qilsanglar ham bo'laveradi. Kelib ko'rib qo'linglar bilan beraman desalar ham bo'laveradi ekan. Xo'p, 0553 bilan 53 15 15. Qaytaraman, 0553 bilan 53 15 15 Zulfiyaxon S deb chiqar ekan. Azizlarim, videoga befarq qolmanglar. Sizlardan iltimos, o'z qisinglarni ozgina 5 so'mdan 10 so'mdan bo'lsa ham toma ko'l bo'lur. Singlisi ham juda ko'p yig'layapti kelganimizdan beri. Opamiz juda og'ir ahvolda, yordam beraylik. Birgina ehson 70 ta baloni daf qiladi. 70 ta balo eshigini yopadi. Kelayotgan balo molingizga, joningizga, bola chaqangizga ana o'sha sadaqa bilan, ehsoningiz bilan rad bo'ladi.